Assalomu alaykum. Biz navbatdagi bitta obyektga keldik. Detallar teshilgan ekan. Mashinaga bularga gazli boilerni qo'yib beramiz. Bizning kuratishda davom etadi. Mana eski joylari mana masjid bo'lgan. Hozir masjidga chiroyli qilib montaj qilamiz. Mana bugun 31-dekabr qor yog'yapti. Lekin tezkor xizmat har doim el xizmatida. İşon sensiz bir an ham yashayolmayman. Mana hozir mana gazli boilerimizni ustanovka qilib qo'ydik, cho'tka qilib. Mana ko'rib turibsizlar. Kimga mana shunaqa xizmat kerak bo'lsa, Allohga chiqinglar.